Assalomu alaykum. Sizlar charchamayapsizlarmi? Quyon boqish bizada. Hammasida ona quyon, bitta erkak quyonlarimiz bor. Shularning ichida hali quyonlarimizga kattalar kelmadi, tayyor bo'lmadi. Shunda bolalab katta ham qilamiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Ona quyonimiz bu tug'gan quyon. Tuqqan quyon. Qiz bolalarini ko'rsataman. Maşallah deb qo'yinglar. Xudo xohlasa hammasi sog'lom. Hali bular tuk chiqazmadi. 30-aprelda tug'ilgan. Bugun 3-may. Holati alhamdulillah sog'lom. Maşallah deb qo'yamiz. Mana shunaqada ham yashirda ham bolalatsa bo'ladi. Mana buni oltini kesganman. Buni boshini kesib turib taxtaliga yig'ib qo'yganman. Endi buni o'ylayapman. Inimiz tayyor bo'lib qoladi 2-3 kunda. Ini ko'chirsammikan yoki shu yerda katta qo'ysammikan? Shuni o'ylayapman. Xatar ko'zi ochilib 10-15 kunlik bo'lguncha shu yerda boqib turaymikan a. Shuni o'ylayapman. Buni qo'yamiz, joyiga solib qo'yamiz. Bunga mana yemlardan beryapman. Mashinadan beraman. Mana shu bir 150-200 gram chiqadi o'lchaganimda. Shuni beraman. Xo'p, bunga yemini berib bo'ldik. Endi bunga keyingisiga qaraymiz. Xo'p, buni olamiz. Bunda suv beramiz bunga. Bunda yemini beramiz 150-200 gram atrofida. Ertalab kechqurun beraman bunga. Mana erkak quyonimiz. G'irt shunchaki terrorist quyonimiz. Hop, keyingi quyonni ochamiz. Bu ham ona quyon. Bu yaqinda tug'ib bolalarni katta qilib bo'ldi. Men endi shu terroristga qo'yishim kerak, erkak quyonga. Qo'ya olmayman. Bu 150-200 gram chiqadi. Endi sharoit shunaqa, boqamiz. Xudo xohlasa. To'g'ri, endi to'g'ri bolalar ham patera bo'lyapti-yu, lekin qiziqish ham daromad olish, qiziqish bo'lishi kerak. Avvalo biz unaqa zo'r sharoit qilib bera olmaymiz-ku, lekin qo'ldan kelgancha qilamiz. Keyingisi ham ona quyon, qiz bola. Bizda men erkagiga ko'p qo'ya olmayman, hali joyim tayyor bo'lmayotganiga.
Senga mana endi joyim tayyor bo'lguncha mana shunda amallab turaman. Yemimiz. Bozordan bo'g'oz qo'yib olganimda shu bo'g'ozim tug'di. Endi bunisiga sal qochirmay turibman hali joyim tayyor bo'lmaganiga. Iloji boricha hikol yig'ishga harakat qilaman. Javonaqani qimmat qiyolga hali o'tmadim.